Hello itibaqlar, sizlar bilan men Fluxoplay. Bugungi videoda biz top 10 ta seedlarini tekshirib ko'ramiz. O'xsharmikan, o'xshar emasmikan? Yo'q, what the? Anunda biz boshladik. Birinchi seedimiz 3 ta X. Qani o'xsharmikan? Hozir. Ana Great New World. Hozir to'g'riladi. Do'stlar, kanalga like va obuna bosib qo'yinglar. O'xshadi. Bu qaranglar, ko'rib turibsizlar, juda ham katta qishloq ekan. Bu yerda kompotni uyi. Ana juda ham katta qishloq ekan. Ikkita kompotni uyi. Survivalga zo'r bo'lar ekan. Hop. Kompotni uyiga kiramiz, nima bor ekan? Hop. Obsidian speedrunga zo'r ekan. Ana ikkinchi seed. İkinci seedimiz 455. 455. İyi, o'xshadi bu ham. Qaranglar. Yo, bagli ko'p ekan. Shu bagli ko'p ekan. Mana bagli qishloq. Mana yomon bak. Narvon havoda turibdi. Kompotni yeb etdi. Uchinchi seed chiqdik. Buni o'chiramiz. Hozir uchinchi seedimiz Puff. Hop. Mashina tekshirib ko'rdim. Qishloq chiqdi. Ana, qishloq chiqdi buning. Mana. Ko'rganinglardek qishloq, tog'li joy. Bu yerdan zo'r chiqadi. Do'stlar, kanalga like va obuna bosib qo'yinglar, chunki biz yil oxirigacha 100 ta bo'lmoqchimiz. Endi 3-inchisi. Mana ochirib olamiz. 3-inchisi seedimiz 111. 111. Nima bu? Piramida seed ekan bu. Ana ichini ko'ramiz. Ikkita piramida. Zo'r bolalar. Speedrun uchun zo'r menimcha. Hop. İçinde temirler 10 ta temir, 11 ta temir, 15 ta temir, 15 ta temir, 18 ta temir, 9 ta oltin, bitta olmos birinchisida. Davay ikkinchisini tekshirib ko'ramiz. Bunda yaxshi narsa chiqmaydi deb o'ylayman. Chunki birinchisida chiqdi. Nima borligini ko'rishga. Blok. Voy. Bo'l 3. Nega bo'l? O'tirib turibman ekan. Anunda 3-chi seedimiz. Uni o'chirib olamiz. 3-chi seedimiz. 3-chi seedimiz Mimi. Qani do'stlar, o'xsharmikan? O'xshadi. Mana bu ham kichkina bo'lgan bo'lsa ham qishloq ekan. Kichkina qishloqcha. Lekin kom bor ekan.
Bu ham survival mayin qilishga so'ragan. Bu temirlar. Endi 3-sidimiz. Buni o'chirib yuboramiz. Nechinchisi bilinmay o'zi nechinchisi edi. Bilinmay. Endi bu sidimiz. Ali. Katta harf bilan mouse. Hop, paydo bo'lganlarimiz boshqada. Mana botqoq ham bor ekan. Mana mouse qishloq. Katta qishloq ekan. Hop. Katta qishloq. Yaxshi. Mana. Buni o'chiramiz. Keyingi sidimiz. Shohjahon. Shohjahon mana. Hop. Shohjahonlarga jo'natib qo'yamiz. Hop mana. Bu ham katta qishloq emas, o'rtacha ekanda. Ana temirchining uyida nima bor ekan? Obsidianlar va temir va qilich. Bu ham zo'r ekan. Maslahat beraman. Mana ikkita qishloq. Hop. Kanalga like va obuna bosib qo'yinglar. Chunki biz yil oxirigacha 100 ta bo'lmoqchimiz. O'chiramiz. Sidimiz. Nima deb yozib kerak ekan? Keyingi sidni bilmadim. 2013. 2013'larga jo'natib qo'yasizlar, davay. O'xshamikan? O'xshamadi. Bu o'xshamadi. O'zim men tekshirib ko'rganim yo'q. Bu yerga yozamiz. Tarifda final. Hop. O'xsharmikan? O'xshadi. Yo'q. Qalaysan? Digital emasman, men kapotman. Digitalsan? Yo'q, men kapotman. Ko'rmaymiz. Men uyimga kiraman. Kiraveraman. Kompyuterni makta yotoq bo'ladi, makta kompyuter bo'ladi. Senchi? Senda yo'qmi? Uyda qolib ketibdi. Qaysi uyda? Uyimmasda-ku. Bor yo'qol, so'raverma. Uyingga ketib qolsanmi? Sen kimsan? Men kapotman. Kompot to'ldirib qo'ygan, haydasam kompot emas u. Bu o'xshadi. Zo'r ekan. Bo'ldi, keyingi sidimiz do'stlar. Keyingi sidni o'zim bilmadim, taxmin qilib ko'raman yana. Yana qanaqa sid qilar ekan? Bittasi esimga tushdi menimcha, o'xsharmikan? Lala. Mana qamida esimdan chiqdi. Yo'q, o'xshamadi. Do'stlar, kanalga like va obuna bosib qo'yinglar. Hammaga har do'stlar, sizlar bilan Fluxo Play bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.